Birodarlar, katta gunoh 9 ta ekan. Sanab berdilar. Allohga shirk keltirish dedilar. Ikkinchisini aytdilar, nohaq odam o'ldirish dedilar. Uchinchisini aytdilar, jang maydonini tashab qochish dedilar. To'rtinchisini aytdilar, ayollarga tuhmat aytish dedilar. Beshinchisini aytdilar, sutxo'rlik qilish dedilar. Oltinchisini aytdilar, yetimlar molini yeyish dedilar. Yettinchisini aytdilar, masjidlarda ilhod qilish dedilar. Sakkizinchisini aytdilar, odam zotni ustidan kulish dedilar. To'qqizinchisini aytdilar, ota-ona dili og'rib, bolasidan dili og'rib yig'lagani dedilar.